do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to... Birinci Jack, 69-8, 69-800, официальное представление. Birinci atlet bu kursakda. Yoshi 21'da boyu 175 см, вес 69 кг. Он мастер спорта международного класса, представляющий физически. Instagram'a. Его соперник ракетный kursakda. Atletning yoshi 24'da, boyu 180 см, вес 69 кг. Он мастер спорта по боксу, представляет Академию фонда ММА и Мудофа Василий Okey. Her taraftan sömgerleyelim, itir kito. Topilmaz mı? Yaxshi qabul. Konfet yo'q ekansiz. Shunaqa xabar ketgan ekan konfet. Mayli, mashg'ulot turib, keyin salom ko'raman, hozir yutib ketadi-ku. Shirkat patronchasi so'rayapman. Ha? Uch gol eslaringdan va yerdagi Aron oldiga o'tchi. Assalomu alaykum. Barchaga assalomu alaykum deb qolamiz do'stlar. Professional boks yurtimizda jadal suratda endi. Menimcha ortiqcha gapirib o'tirishning ham aslida hojati yo'q. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypandamiz. O'zbekiston o'yingohida Top 7 Fighters o'zining 4-turnirini o'tkazmoqda. 5-turnirini o'tkazmoqda. Va mana bu kechada ham muxlislarga ajoyib boks kechasini taqdim etishga Shay Turtoy Shohjahon Ergashev promotion rahbari bugun ham 15 ta bir-biridan qiziqarli janglarni muxlislarga taqdim etadi va mana shu jarayonni albatta sizlar bilan birgalikda biz ham kuzatamiz. Ushbu jarayonni. Demak, ringda o'rta vazn toifasida 70 qariyb kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida qizil burchakda Bahromjon Olimjonov, Farg'ona viloyati vakili va uning raqibi Toshkent shahridan Javohir Qo'ysinov.
u ko'k burchakda jangni olib boradi. Ancha shiddat bilan boshlashda kuzatuv yo'q. Dastlabki raundlarda keskin zarbalar yo'llashga kirishib ketishdi. Charm qo'lqop ustalari va mana shu jarayonni albatta sizlar bilan birga kuzatamiz. Shohjahon Ergashev, yaxshi bilasiz, qarang, bir necha kundan so'ng o'zi ham ringga chiqadi. 6-iyun sanasida yurtimizda ajoyib boks kechasida o'zi ham jang olib borish kerak. Hozirgi kunda vazn tashlash marosimi bilan ovora, shunga qaramasdan o'zining promosheni va uning qiziqarli janglarini aslo bazinxor o'tkazib yubormayapti. Mana shu jarayonni ham alohida e'tirof etishimiz kerak. Demak, dastlabki raund biroz Bahromjon Olimjonov ustunligida bo'lib o'tdi. Ikkisi ham professionallarda o'z debyutini o'tkazayotganligini aytib o'tishimiz darkor. Va ikkinchi raund, 4 raund belgilangan. Rustam Majidov, reyting aytib o'tamiz. Asosiy inson mana shu ringda turgan insonlardan biri jangni boshqarib bormoqda. Ana endi taktik jihatlarni kuzatamiz kerak bokschini. Chap qo'l yon taraflama zarba yo'lashga muvaffaq bo'lmoqda. Yana bir chap qo'l zarba. Chorlayapti o'ziga. Himoyadan hozir bir-birini aldashga o'tishga harakat qilishmoqda. Birinchi raundda farqliroq bu yerda. Biroz endi yopiq deb aytib bo'lmaydi-ku, ammo ehtiyotkorlikni ham esdan chiqarmagan holda jangni davom ettirishmoqda. Jab. Yana bir jab mo'ljalga boryapti. Yaxshi kutib oldi, ammo qo'lda javob hujumni juda chiroyli tarzda o'tkazishga erishmoqda Bahromjon Olimjonov. Farg'ona viloyatida boksni juda yaxshi ko'rishadi. Asta-sekinlik bilan hali kun yorug' bo'lishiga qaramasdan muxlislar O'zbekiston o'yingohi maxsus boks uchun moslashgan nuqtani to'ldirib o'tirishdi. Clinch. Jigarga zarban anchagina kuchli. Yo'llashga erishmoqda Qo'ysinov. Jab. Ko'p zarba qabul qilib oldi boshiga. Javohir natijasini sezdiryapti. Vodiy MMA jamoasidan yanglishmasam, Bahromjon Olimjonov bir nuqta demak jarohat. To'liq mana shu o'yinda yutib chiqishga muvaffaq bo'lyapti. Olimjonov tavakkal qilib tashlanyapti-yu, ammo Javohir biroz mana shu tashlanish jarayonini ham ko'rsatib raqibga amalga oshiryapti. Bu vaziyatda esa unumli foydalanmoqda.
O'tdi hozir zarba anchagina kuchli. Bahramjon Olimjonov ijrosida. Asta sekin tezlik juda pasayib ketgani yo'q-ku, lekin tenglashdi bu borada va Javohir Qo'ysinovning zarbalari o'ta boshladi. Va shifokor qaraydimi? Yo'q, menimcha. Ha, qaraydi shifokor. Bokschini ko'zdan kechirishi kerak. Va ruxsat bergan taqdirdagina jangni davom ettirishi mumkin. Hamma joyda jangni davom ettirish mumkin. Endi professional boks bu yerda imkoniyatlar ham biroz kengaytirilgan bo'ladi. Nafasni rostlash mumkin bo'ldi. Hozir ko'ramiz endi. Jeplardan juda yaxshi foydalanyapti Olimjon. Asta-sekin Javohir ham qadam tashlayapti. Qadam oldinga qarab bormoqda. Lekin toza boksni boshlayapti. Mana shu jihatni ham alohida e'tirof etamiz, ikkisi ham. Ergashga quloq solindi hozir. Jeb va o'ng qo'lda cross sotyapti, hukni mo'ljaliga boryapti zat. Biroz jonlandi, ikkinchi raundga kelib Qo'ysinov bir ot faqat.
qiziq bir holat keyinchalik aytib beraman. Bevosita Shohjahon Ergashevga bog'liq bo'lgan. To'rtinchi raund. Endi ochkolar borasida ustunligini biladi, shuning uchun ham Olimjonov hozir yaqqol ikkinchi raqam bo'lib ishlayapti. Ortga chekingan holda raqibini kutib olyapti, yon tomonga og'dirib, chap qo'l yondirilgan zarba Qo'ysinovda, o'ng qo'l chap qo'l zarba o'tmadi, o'ng qo'l ortidan xavfli anchagina. Qo'lyapti raqib ortidan. Jigarga zarba. Chap qo'l yondirilgan zarba. Yana bir zarba. Qaltis yana jag'ining yonginasidan o'tib ketdi. Boshni biroz pastga yuboryapti. Majidov darhol ogohlantirish beryapti. Ikkinchi raqam bo'lib endi Olimjonov. Maqsad jangning mantiqiy yakuniga yetkazish albatta. Qanday zarbalar yo'llayapti, joyida turib qolyapti birozgina. Jangni davom ettirish mumkin. Qanday zarba! Chap qo'l yon taraflama mo'ljalga boryapti. Ochiqchasiga hozir himoyani esdan chiqargan holda oldinga kirib bormoqda va hisob ochilmoqda do'stlar. Hisob ochilmoqda 4-raundga kelgan holda Javohir Qo'ysinov ikkita zarba yo'llashga erishdi. Vaqt esa oz qolmoqda. Hozir yana oldinga tashlanadi shubhasiz Toshkent shahri vakili ko'ramiz, kuzatamiz. Yana oldinga qarab boryapti. Yana ikkita zarba, chap qo'l zarba yon taraflama o'tyapti. O'ng qo'l, chap qo'l, yana chap qo'l zarba. Qo'llar ustidan ikkinchisi. O'zida ham mana shu hujumni amalga oshirishda kuch qolmadi va klinchda jon saqlayapti bir amallab Olimjonov. Faol 3 raund o'tkazib, mana 4-raundga birinchi navbatda kuch qolmadi va hozir yaqqol raqib zarbalaridan qochyapti. Burchakka nazar tashlayapti, qancha vaqt qolganligini bilib olish ilinjida. Chap qo'l yon taraflama zarba, o'ng qo'l yana chap qo'lda yetib boryapti raqib ortidan. O'ziga xos qaytish bo'ladi. Jang qilamiz deyapti Qo'ysinov. Ikkita zarba. Umuman raqib zarbasidan cho'chimagan holda oldinga qarab boryapti. O'ng qo'l va bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Mana shunday boshlanyapti. Top 7 Fighters 5-turnir. Shiddatli zarbalar bilan. Rasmiy e'lon, hakamlarning e'loni 4-raund yaqqol bu yerda. Javohir Qo'ysinov foydasiga hal bo'lgan, ammo dastlabki 3 raundni hakamlar qanday bog'lashganligini hozir ko'ramiz.
окончанию поединка. Обратимся к судейским запискам. Birinchi yon hakam 38-37, ikkinchi yon hakam 38-37 va uchinchi yon hakam 38-37. Таким образом, в этом поединке победу единогласным решением судей. Bir xil natija. Красный угол, qizil burchak, Bahrom Olimjonov. Bahromjon Olimjonov, Farg'ona viloyati vakili. Do'stlar, albatta, hali reportajimiz davomida bir qancha qiziqarli janglar bo'ladi. Samarqand viloyati vakili mana shu promoshenda bir qancha jang o'tkazgan Zafarjon Hasanovning ringga chiqishini ko'ramiz. Kechaning asosiy jangidan avvalgi bahslar ham Shahzodbek Xolmirzayev chiqadi. Andijon viloyati vakili farg'onalik Abdulla Xo'ja Temirovga qarshi, undan tashqari Ziyodjon Zaripov va Qobiljon Abdurahimov o'rtasidagi jang ham qizg'in bo'lib o'tishi kutilyapti. Ozodbek Sharafuddinovning navbatdagi bahsini kuzatamiz. Raqib Islombek Turg'unov, Qirg'iz Respublikasida. Следующий поединок. Рефери на ринге. Исабек Икромов. Добро пожаловать. Yon hakemlar Rustam Majidov, Ismoil Shamsamatov, Avazbek Yakubov. 55-200.